Salom anime muxlislari. Hammamizga ma'lumki, anime janrlari orasidagi eng qiziqarlisi bu albatta yuqori maktab janri. Albatta hentaydan tashqari. Bugungi kunda deyarli barcha yuqori maktab janridagi animelar bir-biridan ilhomlanadi yoki oddiygina qilib chop olishadi. Ammo bugun sizlarga aytib beradigan top 7 ta anime ham boshqalardan mutlaq farq qiladi. Bugun bayram bo'layotganda endi. Demak, 7-o'rin Kokoro Connect. Ushbu animeni to'g'risi o'zbek tilida ko'rmaganim uchun o'zbekcha nomini topolmadim, lekin rus tilida bu Связь сердец bo'ladi. Mabodo o'zbek tilida qayerda ko'rish mumkinligini yoki nomini bilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Xo'sh, ushbu animega to'xtaladigan bo'lsak, bu anime 5 ta o'quvchidan iborat guruh haqida bo'lib, ma'lum bir vaqtda aql bovar qilmas hodisalarni boshdan kechirishadi. Syujet bo'yicha bu yosh tushmagurlar bir-birlarini tanasiga kirib olgan holda odatiy kundalik hayotini boshdan kechirishga majbur bo'ladilar. Ushbu jarayon ularning ichki his-tuyg'ulari, sir asrorlari va o'tmishdagi travmalarni ochib beradi. Ular o'rtasidagi do'stlik va sevgi munosabatlari o'ziga xos tarzda sinovdan o'tadi. Voy, namuncha u sevgidan kuygan odamdek gapirib berdi joyini. Kuyganmanda qisib o'tar. Anime nafaqat qiziqarli fantastik hodisalar bilan, balki odamlarning shaxsiy rivojlanishi, yaqin do'stlik va insoniy ziddiyatlar haqida falsafiy mavzularni ochib beradi. Упускать такой шанс, правда? Правда? Юи, хватай телефоны! Есть! Как же тяжело двигаться в этом теле. Тайчи, тебе бы спортом заняться надо. Знаешь, я люблю тебя. Будешь со мной встречаться? Инаба, что ты задумала? Готовлюсь пробежать вокруг школы голышом. Инаба, если ты это сделаешь, то нормальной жизни мне не видать. Гори в аду. 6-o'rin Lookism. O'zbek tilida ham Lookism deb ketilgan. Ushbu animeni sifatli va professional ovozda Anibla birinchi usfandabda ko'rgan edim. Lookism bu manga asosida yaratilgan va maktabdagi tashqi ko'rinishiga asoslangan sotsial muammolarni o'rganadi. Bosh qahramon Park Hyung-seok o'rta maktablik paytida juda katta travma olgan va o'zini chumoq his qilgan yigit. Qo'polligi uchun uzr, lekin rostdan shunaqa. Bir kuni u aql bovar qilmas hodisa orqali ikkita tanaga ega bo'ladi. Biri oddiy o'zining tanasi, semiz, yig'loqi va qo'rqoq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi juda ham ideal ko'rinishda bo'ladi. Shundan so'ng u yangi chiroyli tanasi bilan maktabga boradi va jamiyatning tashqi ko'rinishga asoslangan qadriyatini sinchiklab kuzatadi. Anime tashqi ko'rinish va ijtimoiy mavqe haqida keskin savollarni qo'yadi. Shu bilan birgalikda insoniy his-tuyg'ularni chuqur o'rganadi. Junson, bunaqa qilmagin. Nima? Sanqatdan chiqding. Bu nimasi? Qancha yo'l? Qo'yvor. Nima bo'lyapti? Qo'yvor dedim. Nima bo'lyapti? Juda ham zo'r ishkal. 5-o'rin Windbreaker. O'zbek tilida shamolni bo'ysundirish deb tarjima qilinadi. Ushbu animeni o'zbek tilida tomosha qilishingiz uchun Anibla yoki Animedia rasmiy Telegram kanalida topishingiz mumkin. O, brat, nima farqi bor? Bittasini ayting-da. Gap shundaki, biri pulli bo'lsa, biri tekin. Ushbu anime haqida gapiraman desak, gap juda ham ko'p. Oddiy misol, bosh qahramonning ismi. Qiziq, kimnidir juda ham eslatib o'ryapti. Xo'p, animega to'xtaladigan bo'lsak, Haruka Sakura yoshligidan g'ayrioddiy ko'rinishi va ijtimoiy ko'nikmalari yo'qligi tufayli podadan ajralib qoladi. Biroq u ko'rgan qattiq mashg'ulotlar uni chinakamiga bryusli qiladi. Shunday ekan, bu u faxrlana oladigan yagona jihat edi. Yigit katta bo'lib, Foreign o'rta maktabiga o'qishga kiradi. Mishmishlarga ko'ra, u yerda kuch akademiklardan ustun turadi. Shunda Sakuraning oldiga qo'ygan maqsadi paydo bo'ladi. Eng yaxshisi bo'lish. Eng zo'ri. O'z davrining eng zo'ri. Uktamjon Rahmon Qo'qon shahrida.
maqsad jahon chempioni bo'laman. Nimani xohladimni shuni qilaman. Murodjonlardek hech qanday kam joyim yo'q meni ham. Bo'laman. 4-o'rin HOTD o'zbek tiliga o'rta maktabdagi o'liklar deb tarjima qilinadi. Hozirgi kunda uning Biz barchamiz o'likmiz deb nomlangan serial ko'rinishi ham bor. Otangizda quchoqlab o'zidan o'pasiz. 20 marta. 10 ta bu tomondan, 10 ta bu tomondan otajonim, jannatim deng. O'ping otangizni quchoqlab, o'ping. O'rta maktabdagi o'liklar bu maktab o'quvchilarining zombi apokalipsisida tirik qolishga urinishi haqida. Hikoya Yaponiyadagi oddiy maktabda boshlanadi. Ammo tez orada zombi infeksiyasi butun maktab bo'ylab tarqaladi. Bir guruh o'quvchilar, o'qituvchilar va boshqa kattalar birgalikda o'z jonlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Anime dahshat, sarguzasht va etchi janrlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birgalikda o'quvchilar o'rtasidagi insoniy munosabatlarni ham ko'rib chiqadi. Shunday qilib, yuqori maktabdagi o'liklar animesi shiddatli janglar va hayot-mamot muammolari bilan to'la. Va nihoyat 3-o'rin Classroom of the Elite. Brat, o'zbekcha gapiravering. O'zbek tilida elita sinfi deb tarjima qilinadi. Elita sinfi bu o'quvchilarni ijtimoiy pozitsiyalarga qarab ajratadigan yuqori darajadagi maktab tizimi haqida hikoya. Hikoya Kiyotaka Yanakochi ismli bosh qahramon atrofida aylanishi bilan boshlanadi. U maktabning eng past darajasida, ya'ni D sinfida o'qishni boshlaydi. Ammo uning aql zakovati va manipulyatsiya qilish qobiliyati tufayli uni yuqori sinflarga ko'tarilishiga yordam beradi. O'quvchilar o'rtasidagi raqobat va ijtimoiy o'yinlar, maktabdagi qattiq tartib-qoidalar animega o'ziga xos intellektual va dinamik mavzularni olib keladi. Edits by Frozen. Nima? Hazil qilyapsan, shundaymi? Senga shina yoqadi deb o'ylardim. Shunchaki sen unga hasad qilasanmi yoki rashk qilasanmi deb sinab ko'raman. Shu bilan birga mankeydan ishqiy munosabatlarni o'rganish uchun foydalanaman. Bu meni oq xonada o'rgana olmagan narsam edi. Ammo bu sodir bo'lmaydi. Senda potensial bor. Yaxshiroq o'sishga harakat qil. Another o'zbek tiliga boshqa deb tarjima qilinadi, lekin o'zbek tilida bormi yoki yo'qmi, bunisini bilmadim. Another maktabda sodir bo'layotgan dahshatli hodisalar haqidadir. Bosh qahramon Koichi Sakikibara yangi maktabga ko'chib o'tadi va tez orada u yerda sirli o'limlar boshlanadi. Maktabdagi ba'zi talabalarga bu la'natlangan sinf haqida ogohlantirish berishadi. Lekin Koichi buni kech tushunib yetadi. U sinfdoshi Mei Misaki bilan birgalikda bu o'limlarning sirli sababini ochishga harakat qilishadi. Anime qorong'u va sirli atmosfera bilan maktab janridagi dahshat elementlarini uyg'unlashtiradi. Xullas, 1000 bor gapirgandan ko'ra 1 bor ko'rgan yaxshi degan so'zlarga amal qilgan holda ushbu anime ro'yxatini tugallayman. Iltimos, kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Like va buni tekinov bosib yuboring.